barchaga Take Profit do'stlar, sizlar bilan Fokus Bayazizov. Bugun 7-aprel prognozini ko'ramiz. Bizda hozir 2025-yil birinchi bo'lib qisqa muddat ichida sizlar bilan Gold'ni holatini gaplashib chiqamiz. Moliyaviy yangiliklarni biz oldingi videoda gaplashib chiqdik. Buni bemalol ko'rishingiz mumkin. Tak, umumiy prognozga keladigan bo'lsak, Gold har doim zonadan zonaga yuradi. Ya'ni juda ko'p qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bizda mayda o'yinchilarni chiqarib yuboradi. Ya'ni mayda o'yinchi deb kimni nazarda tutsak bo'ladi. Ya'ni pozitsiya ochadi, pozitsiya ochgandan keyin uni hisobi umumiy hisobda qancha bo'lishidan qat'iy nazar 50-100 pipsga yetadigan odamlar bo'ladi. Aynan shularni birinchi bozor san dam olib tur, hisobingdagi pulni ber, keyin yo'q bo'ladi deydi. Chunki juda ko'p insonlarda bozor stop lossini oladi yoki ularning hisobini slif qiladi, slif qilgandan so'ng bozor u xohlagan tomonga ketadi. Buni birinchi asosiy sababi endilikda bozor bilan har doim do'st bo'lib ishlash kerak. Do'st bo'lib deganda qanaqa? Ya'ni sizning hisobingiz eng kamida 10 ta minimal hisobda, endi 10 ta bu возможный narsada 10 ta minusli hisobga yetish kerak. Ya'ni misol uchun siz pozitsiyaga kirdingiz, minus qildingiz, bo'ldi, chiqib ketdingiz. Birinchi pozitsiya yopildi. Ba'zilarniki уже birinchi pozitsiya yetib bormasdan turib juda katta lotlarni bitta joydan kirishadi, ularning mablag'lari yo'q bo'lib ketadi. Bu nafaqat Forexda, balki butun moliyaviy bozorlarda shunaqa juda katta risk qilgan odam juda ko'p ehtimolda, ya'ni bir 70-80% holatda o'z pullarini yo'qotadi. Biznesda ham xuddi shunaqa. Ya'ni bitta joyga ikkita tuxumni hech qachon qo'yib bo'lmaydi. Tak, holat bo'yicha gaplashadigan bo'lsa, yana bir bor eslatib o'taman, agarda meni prognozlarim bo'yicha ishlayotgan bo'lsanglar, bitta prognoz o'ziga kirmaydi. Chunki bizda aynan sizlar kirgan kuningizda minus bo'lishi mumkin. Agarda sizlar har doim biz bilan ishlashga qaror qildinglarmi, demak sizlar har doim ishlashingiz kerak. Ya'ni qanaqa? Bitta prognozga sizlar butun depozitni bo'lib olmaysizlar. Eng kamida misol uchun 20 ta minusli сделкаga yetadigan sizlarda hisob bo'lishi kerak bo'ladi. Bu даже $100 hisobda ham sizlar shunaqa qilsanglar bo'ladi. Ya'ni sentviy shotga tashlasanglar, sizlarni depozitingiz dollarga qaraganda o'rtacha hisobda 100 barobar ko'proq bo'lib turishadi. Ya'ni $100 ham sizlarda boring keling 1000 sent bo'lib tushadi. Buni o'zida ham bemalol 0.01 lar bilan risk managementga amal qilsanglar bo'ladi. Hamma narsaning iloji bor, chunki faqatgina cheklov bizning miyamizda bo'ladi. Shuni eslab qolinglar, har bitta prognozga hissiyotsiz yondashamiz, chunki bizda hozir Winrate bo'yicha deyarli oxirgi olingan 10 ta videoda hammasida plus. Tak, birinchi Telegramdagi prognozlar bo'yicha ozgincha maqtanishim kerak. Ularda nima qilganimiz haqida sizlarga ko'rsataman. Undan keyin srazi prognozga o'tib ketamiz. Tak. Bizda maxsus kanalimizda hozir oylik to'lovi bor. Oylik to'lovi $50 bizda. Tak, biza Gold'da buy berdik. Buyda hozir nechlik zonagacha 23 bo'lsa, bizda o'rtacha hisobda plus minus 30 gacha ushlab turdik. Bu yerda Gold tashladik. Gold'da buy berdik, yana Gold'da keyin sell berdik 30 lik zonasidan. Bu yerda 2 ta 3 ta pozitsiyalar, bu yerda obunachilik ishlagani. Ko'z tegmasin, yaxshi ishlayotganimiz uchun kundan kunga obunachilar ko'payib bormoqda. Tak, risk management haqida gaplashdik, Nasdaqda limit tashladik. Bu yerda oldingi prognozda sizlarga ham aytdim. Oldingi prognoz emas, bu yerda men yangiliklar haqida gaplashib aytaberganman. Ya'ni Forexdagi yangiliklar haqida. O'sha videoni ko'rsanglar, bu yerdagi sell limitimiz haqida sizlarda qisqacha tushuncha bo'ladi. Tak, tillarda nima qilishimiz mumkin? Albatta tillarda общий настроем sillada prognozlar bo'lmaganligiga sabab o'sha narxi bizni bergan prognoz bo'yicha ketayotganida edi. Tak. Nimaga tez gapiryapman? Chunki juda ko'p ma'lumotlarni sizlarga yetkazishim kerak va juda ko'p insonlarga foydali bo'lishi uchun. Tak. Bizda bu zonadan buy ishladik, bu yoqdan sell ishladik. Bizda hozir narx London York sessiyasi ochilganda, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan 18:00 da va 18:30 da kuchli yurishlar bo'ladi albatta. Bu yoqda men o'ylashim bo'yicha, men analiz qilishim bo'yicha bu faqat meni shaxsiy fikrim. Butun bozorniki emas. Meni haqiqatim bor, bozorning haqiqati bor. Sizlarning haqiqatinglar bor, bozorning haqiqati bor. Men o'zim 100% bo'lib, uverенный bo'lib prognoz beraman, lekin bozor qanaqa reaksiya ko'rsatadi, bunisini bilmadim. Tak. Okey, ketdi. Unda bizda 37-38 lik zonasi bizda qaytarish zonasi bo'lib ishlash kerak edi, lekin bozor harakati pastga qarab ketmoqda. Biz 46 lik zonadan entry qilib oldik sellga, 45-46 lik zonadan. Tak.
Agar narx ketadigan bo'lsa ham, endi men o'ylashim bo'yicha mana shu hozirgi zonalardan yiqilib ketish ehtimoli bor deb o'ylayman. Tak, hozir bizada 40 lik zona, tak, bizada birinchi entryga zonalarni chizamiz. Bu hozir shunchaki flow ketdi, tak, command C. Okey, keyingi entrylar. Bizada bot birinchi entry 46. Tak, 46 dan keyin bizada 48. No, atak o'zi oddiy kanalda ishlab oldi. Endi yana misol uchun sal globalniroq demoqchiman. Tak, 55, 58 и 60. Mana shu zonalar full deb o'ylayman. Endi harakatini ko'ryapsizlar. Juda volatil. Endi men o'ylashim bo'yicha mana shu zonaga tegib, mana shu zonada kuchli yiqilishi kerak. Agarda bu zonaga tushmasdan turib sel ketib qoladigan bo'lsa, qayoqdan qaytishi mumkin? Tak. Tak. Bizada 6 lik zona bor edi, qani? Aynan mana shu zonalardan qaytishi mumkin. Ana shu zonadan qaytishi mumkin. Keyinchalik esa bizada take profit tak. Bizada take profit hozir bundan yurib. Mana analizim bo'yicha 2960 shu berdi. 2960 shu berdi. Albatta bu birdaniga tushib ketmaydi. Ya'ni buni ko'rib full marjin kirib olib, yana okey, asli bo'lib ketdimi? Deb 50 pipsda unaqa gaplarman kerak emas. Shuning uchun bo'lib spokойный holatda kutamiz. Tak, oqib ketdi, reaksiya oldi, qaytdi, oqib ketdi, reaksiya oldi, qaytdi. И общий zona mana shu bo'lishi mumkin. Albatta riskka amal qilib kiramiz. No, mana shu ssenariy men uchun ideal bo'ladi. Mana shu ssenariy kutyapman. O'zi 48 dan 46 dan sel berishimiz kerak edi. Lekin albatta prognozlar kech bo'ldi, lekin London New Yorkdan oldin olishim kerakligi uchun buni bajardim. Bo'lmasa barchaga take profit do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishamiz albatta nasib bo'lsa.